Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitiylar jamiyati. Avtori Umarjon Sidiq. Maqsud Mo'yiti. Davomi. Abliz Sherifi. 1918-yili Turpan Ostonada dehqon oilasida dunyoga kelgan. 1925-yilidan 1930-yiligacha Ostonada Maqsudiya maktabida o'qigan. 1932 yili kuzda amdila 15 yoshga kirgan Abliz Sherifi zulmga qarshi qo'zg'algan Turpan dehqonlar qo'zg'oloniga qatnashib, Xo'janiyaz hoji Mahmud Mo'ytilarga agishib qadimiy shahar Qashqarga borgan. U Qashqarga borgandan keyin muhofazachilar rotasida vazifa o'tagan. 1935-yili ikkinchi qarorliq chet elga chiqib o'qiydigan yoshlar bilan Qashqardan O'zbekiston poytaxti Toshkentga berib O'rta Osiyo universitetining ma'muriy huquq fakultetida o'qigan. 1937-yili 7-oyning oxiri Toshkentdagi o'qishini g'alabalik tamomlab, saboqdoshlari bilan Urumchiga qaytib kelgan. Urumchiga kelganda Şengsey o'rlashtirgan qisqa muddatlik siyosiy kursga qatnashgan. Kurs oyoqlashganda 1937-yili 11-oyda Şinjan gazetining Uyg'ur tahrir bo'limiga taqsim qilingan. Uning Şinjan gazetida ishlagan vaqti zolim Şengsey Şinjanga hukmronlik qilib, Şinjan xalqini azgan va dahshatlik bostirayotgan mezgil edi. Abliz Sherifi haqqoniy maydonda turib, vatanparvarlik, xalqparvarlik, erkinlik temasida ilg'or fikrlik maqolalarni uyushtirib va tahrirlab, gazetda kayni-kayndan e'lon qilgan hamda o'zimu yuraklik holda qaratmalikqa va xili yuqori saviyaga ega bo'lgan bir turkum maqolalarni yozib, gazetda e'lon qilib, jamoatchilikning olqishiga sazovor bo'lgan. U 1940-yili 6-oyda Şengsey tarafidan qo'lga ilinib, turmaga tashlangan. Turmada dahshatli qiynashlarga uchrab, azob chekkan. 1946-yili 1-oyda 3 viloyat inqilobiy hukumati bilan Kuomintang hukumati taraf suhbat orqali hosil qilgan 11 moddalik tinchlik bitimining ro'yiga asosan turmadan qo'yib berilgan. Abliz Sherifi 1946-yili 6-oyda turmadan chiqib, 1948-yilgacha Şinjan o'lkalik ma'rif nazorati o'qitish materiallari tuzish bo'limining mas'uli bo'lib ishlagan. Shu chog'da darslik material manbasining kam bo'lishi, uskunalarning qaloqligi va yetishmasligi, iqtidorli odamlarning ehtiyojni qondira olmasligidek nachar sharoitda jafoga chidab ishlab, shu davrga nisbatan xili sifatlik darslik materiallarni tuzib, tahrirlab, nashr qildirib, milliy ma'rifning rivojlanishi uchun tegishli tuhfa qo'shgan. 1948-yilidan Şinjan tinchlik bilan ozod bo'lguncha Olg'a gazetida tahrir bo'lib ishlagan. Abliz Sherifi 1950-yili oilasini Beyjingga ko'chirib berib, 1955-yilgacha Markaziy Millatlar nashriyotida xizmat qilgan. Bu jarayonda u xizmatdoshlari bilan birga jon fidolik bilan ishlab, Markaziy Millatlar nashriyoti Uyg'ur bo'limining ozodlikdan keyingi tunji Uyg'urcha kitoblarni nashr qilish, Xanzucha va chet el kitoblarini Uyg'urchaga tarjima qildirib, nashr qilish jihatlarida unumli xizmat qilib, Uyg'ur kitobxonalarining ma'naviy ehtiyojini qondirishda muhim rol o'ynagan. 1955-yili 9-oyda xizmat ehtiyoji bilan Şinjanga qaytib kelib, Şinjan xalq radio stansiyasining mas'uli bo'lib ishlagan. U radio stansiyasining mas'uli bo'lgan mezgilda partiyaning fanjin siyosatlarini tashviq qilishda tavranmay ching turib, to'g'ri jamoat fikri yo'nalishi bo'yicha stansiya boshqurib, har soha xalq ommasining hurmatiga va yaxshi bahosiga erishgan. Abliz Sherifi madaniyat zo'r inqilobida Solchil Lushanning ziyonkashligiga uchragan va yurak kesligiga giribdor bo'lib, 1971-yili 2-oyda Urumchida vafot bo'lgan. Abliz Sherifi bir umr tashviqotchilik, nashriyotchilik ishlari bilan shug'ullangan to'hfikor muharrir, to'hfikor rahbar, ko'zga ko'ringan jamoat arbobi bo'lib qolmay, yana iqtidorli shoir edi. Demak, yuqorqilardan ko'rilishqa bo'ladiki, ma'rifatparvar zot Maqsud Mo'yiti
Ayni yillarda ochgan Maqsudiya maktabi 1913 yilidan boshlab ozodlikqa qadar xuddi to'sqin toshlarni bosib o'tib, chanqoq zaminni obi kavsar suyi bilan yoshartadigan uzilmas murtuq daryosidek har xil besim, taqiblarda uzilib qolmay, to'xtovsiz eqib, bilim chashmasiga tashna talay qalblarga irfon zamzamini timitdi. Bu maktabning ma'rifat marshi Ediqut diyoridala emas, butkul Shinjang zaminida aks sado paydo qilib, bu bilim bag'chisi ayni davr tarixiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatgan. Shu mezgillardagi ma'rifat, taraqqiyot sahifalarini oltin qurlar bilan yozishga sabab bo'lgan buyuk ona maktabga aylandi. Shuningdan keyin maqsud muhiti yaqqan ma'rifat mashili har qancha besim taqiblar ostidami o'chib qolmay, toki ozodlikqa qadar nur chechib turdi. Maqsud muhiti ayni yillardagi ulug' demokratik shoir, yorqin ma'rifatchi, tiz bukmas inqilobchi Abduxoliq Uyg'urning dastlabki ustozi, yaqin sirdishi va birodari, hayot mamotda billa bo'lgan maslakdoshi edi. Chunki maqsud muhiti ko'p qitim Rossiyaga, keyingi sobiq Sovet ittifoqiga chiqish jarayonida rus tilini pishiq egillagan va rus tilidagi, Slaviyan tilidagi nurg'un adabiy, tarixiy, nazariyaviy asarlarni o'qish orqali iddia jihatdan zo'r olg'a besib, bilimi cho'nqurlashib, zamonasining yutuq ziyolisiga aylangan. Tijorat jarayonida madaniyatlik millatlardan tatarlar, o'zbeklar bilan qozoq, qirg'izlar bilan ko'p aloqalashib, ular bilan cho'nqur do'stlik o'rnatgan. Bu millatlarning madaniyatini, esil an'analarini ko'rib, o'rganib, nazar doirasini kengaytgan. O'zining muomaladagi xushfe'lligi, teran bilimi, munosabat jihatdagi alohida talanti, savdo tijoratdagi qobilligi, rostgo'y, g'ururliqligi bilan rus, tatar, qozoq qatorliq millatlarning orasidami ta'siri bor shaxsga aylangan. Shunga u ayni vaqtdagi chegara texi ichilmagan davlatlararo savdo aloqa butunlay ibtidoiy holatda turgan sharoitdami Rossiyadagi shaharlarga berib bemalol savdo qilish, bu yerdagi do'stlarining yordami bilan Shinjongga o'qituvchi ilib kelib, maktab etishdan iborat mo'jizlarni yarata olgan. Maqsud muhiti yuqorqidek aloyidliklari bilan Abduxoliq Uyg'urga noiti zo'r ta'sir ko'rsatgan bo'lib, biz bu nuqtani bu ulug' ikki zotning hayot musofasidan his qila olamiz. Maqsud muhiti Abduxoliq Uyg'urdan 16 yosh cho'ng bo'lib, u maqsud muhiti bilan uchrashgandan keyin uning mo'l bilimi, o'tkir nazari, ma'rifatparvarligi, hurriyatparvarligi Abduxoliq Uyg'urga o'rnak bo'lgan. U maqsud muhitining yetaklashi bilan Rossiyaga chiqib, uningga o'xshashla rus tili yiziqi, madaniyati, adabiyoti bilan cho'nqur tanishgan. Uningga o'xshashla millatni oqartishning birdan-bir yo'li ma'rifat tarqitish ekanligini tunib yetib, maktab ochgan. Yana maqsud muhitiga o'xshashla inqilob yo'li bilanla xalqni zalolatdan qutqizg'ili bo'ladiganligini his qilib, boyliqidan voz kechib, qo'liga qurol elib, inqilobga rahbarlik qilgan va yana maqsud muhitiga o'xshashla jallod Shengshisayning qonliq bostirishi bilan uningdan 5 kun keyin qatl qilingan. Albatta, bu yerda ulug' demokratchi shoir, yorqin ma'rifatchi, tizbukmas inqilobchi Abduxoliq Uyg'urdan chetlab o'tib ketolmaymiz. Abduxoliq Uyg'ur nodonlik, xurofotlik, jaholat qoplagan o'tgan asrning boshlarida xuddi zulmat kechida iz qoldirib o'tgan quyruqliq yulduzga o'xshash tun bag'rini qilichdek kesib o'tib, qisqa hayotida cheksiz harorat va yo'riqlik tarqatgan fidokor azamat edi. Xalq zalolat, jaholat tugminida cho'rgilayotgan ayni zamonda Abduxoliq Uyg'ur ko'krak kirib maydonga chiqib, xalqni uyg'onishga, ilm ma'rifat egilashga, nodonlikdan qutulishga chaqirdi va yetakladi. Uning xalqning orzusiga vakillik qilgan, xalqning orzusini aks ettirgan she'rlari, xalqning orzusi yo'lida qurbon bergan qimmatlik hayoti haqidagi hikoyalar xalq orasida ig'izdan ig'izga ko'chib,
avloddan avlodga yodlanib keldi. Uning jangovar she'rlari xalq qo'zg'olonlarining marshiga aylanib, Tangirtog'ning janub-shimolida yangrab, uzungacha aks sado paydo qildi. O'rta Osiyo davlatlarigacha tarqalib, xalqning suyib o'qishiga sazovar bo'ldi. Yangi davr Uyg'ur adabiyotining bayroqdori bo'lgan vatanparvar, ilg'or shoir Abduxoliq Uyg'ur 1901 yili 2 oyning 9 kuni Turpan Yangishaharda ma'rifatparvar tijoratchi Abdurahmon Maqsum oilasida dunyoga keldi. U 3 yoshga kirgandan boshlab ko'pni ko'rgan, nurg'un xalq cho'chaklari, rivoyat, afsonalarni biladigan mehribon cho'ng onasi Aramsima xonimning go'zal rivoyatlari ichida balaliq tuyg'ulari qanotlandi. Arabcha, farscha tili yoziqdan xabari bor xanzuchini biladigan kitobxumor otasi uqmishliq zot Abdurahmon Maqsumning o'qib bergan kitoblari, Abdurahmon Maqsumning qiynatisi, Abduxoliqning cho'ng dadasi Mijit hojining Rossiyaning Shamay, Qozon shaharlaridan akilib bergan yangicha darsliklar Mejitaji uyda uyushturgan adiblar suhbatlarida o'sib yetildi. 9 yoshga kirganda Yangishahardagi madrasaga o'qishga kirdi. U madrasaning bosh mudarrisi Hamdulla Domullam ayni chog'da Qashqar xonlik madrasasini tamomlagan, keyin Buxoroga berib, Buxoro madrasasini tugatgandan keyin Rossiyaning Ufa, Qozon shaharlarida ilm tahsil qilgan donglik taraqqiyparvar zot edi. Hamdulla Damullam Abduxoliqni qabul qilib, uningdan imtihon ilib ko'rib, uning zirakligiga, zehniy ochiqligiga, ilm o'rganishga bo'lgan o'tdek qizg'inligiga ofirin o'qidi va til, adabiyot, ilmiy tajvid, Qur'onni qiroat qilib o'qish, abjad hisob qatorliq darslarni o'tishdan boshqa arab, fors tillarinimi maxsus dars o'tdi. 1914 yili Abduxoliq Uyg'ur 13 yoshga kirganda cho'ng dadasi Mijit hoji uning ilm o'rganishdagi o'tdek qizg'inligini nazarda tutib, maqsud muhiti o'qituvchilikqa ilib kelgan, Moskva universitetini bitirgan tatar ziyoli Ali Ibrohimovni oila o'qituvchilikqa taklif qildi. Abduxoliq Uyg'ur Ali Ibrohimovdan o'rta maktab darsliklarini o'rganish bilan birga tatar tilini o'rgandi. 1915 yili Mijit hoji, Maqsud muhiti va Ali Ibrohimovning taklifi bilan Abduxoliq Uyg'urni Rossiyada o'qitish uchun o'zining savdo karvonlari va Maqsud muhiti qatorliqlar bilan birga Shamayga qarab yo'lga chiqdi. Bu haqda yozuvchi Muhammad Shahniyozning Baldur Uyg'ongan odam Abduxoliq Uyg'ur nomli kitobida mundaq bayonlar bor. Mijit hoji Qozonga kelib, ertasi Abduxoliqni ilib, ko'chaga chiqdi. Uzun mangmayla Mijit hojining ikki tatar savdogar tonishi uchrab qolib, qizg'in parangga tushib ketdi. Dal shu chog'da qo'llariga birdan kitobni ko'targan ikki tatar bola neridagi siriq binodan chiqib keldi. Abduxoliq bolalardan kitobni qayerdan olganligini so'radi. Bolalarning biri Avu kitobxonadan deb neriqi siriq binoni ko'rsatdi. Abduxoliq dadamning gapi tugigicha kirib chiqay deb kitobxonaga kirib, bir kitobni ilib o'qishga boshladi. Abduxoliqning qiziqib qolgani Molla Musa Sayramining 1904 yili Qozonda nashr qilingan Tarixiy Aminiya nomli kitobi edi. U kitobga berilib ketib, cho'ng dadasining ko'chada o'zini kutib turganligini, hatto qo'rsqi ochganligini tuymadi. Faqat kitobxona xizmatchisi tushlik tomoqqa boraman degan chog'dala pulni to'lab kitobni setib olib ko'chaga chiqdi. Ko'chada cho'ng dadasi ko'rinmaydi. Abduxoliq qayerga berishni bilmay turgan bir chog'da bir do'qmushdan cho'ng dadasi bilan Maqsud muhiti chiqib keldi. Abduxoliqni ko'rgan Mijit hoji asirab turib, sizni yetib ketdimikin deb izdigili ne vaq? Dedi terkib. Abduxoliq qo'lidagi kitobni ko'rsatib, ahvolni so'zlab berdi. Mijit hoji kitobni ko'rib, ochiqdan yondida, bo'pti, Qozonga kelibla bir xayrlik savdo qilibsiz, ammo buningdan keyin yenimdan ajrimang, dedi. Bu bolaning aqlliqligini qaramamla hojim, dedi ketibtib Maqsud muhiti. Chet elga chiqib, tunji qilgan savdosi kitob ilish bo'pti. Kitob bilim bag'chisi, insonning yaqin do'sti. Abduxoliq,
siz ahamiyatli savdo qipsiz. Abduxoliq Uyg'ur cho'ng dadasi bilan Shamaga kelgandan keyin ruscha boshlang'ich maktabga kirdi. Rossiyada oktyabr inqilobi portlagandan keyin davomli o'qishga amalsiz qolgan Abduxoliq Uyg'ur 1918 yili 4 oyda savdo karvonlariga qo'shilib Turpanga qaytib keldi va 9 oyda Yengshahardagi Xanzucha maktab Sho'tanga o'qishga kirdi. Shu yillarda Sho'tangda o'qiydiganlarning ko'pinchisi Tungchi, tarjimon bo'lib hukumat xizmatiga kirish, amaldor bo'lish o'yida yurganlar bo'lg'achqa, kishilar bolalarini Sho'tangda o'qitishni xohlamaydi. Abduxoliq Uyg'ur bo'lsa, faqat bilim egillash, Xanzu tilini o'rganib, bilimning yangi mundarajasini etish uchun Sho'tangga kirgan bo'lib, bu maqsadini keyingi amaliyotida isbotlab berdi. Ya'ni u Sho'tangni a'lo natija bilan bitirgandan keyin Nahiya Ambili aloyidan uning bilan ko'rishib, Yomulda ishlab qilishini aytganda, Abduxoliq Uyg'ur xalqni nodonlikdan qutqizishning o'zi uchun eng ahamiyatli xizmat ekanligini aytib, Ambalning talabini rad qildi. Shundoq qilib, arab, faris, tatar, rus, xazur tillarini egallagan Abduxoliq Uyg'ur ayni davrning o'qimishli ziyolisiga aylangan bo'lsa-mu, yana o'rganishdan to'xtab qolmadi. 1923 yili 3 oyda 2 yoshga kirgan o'g'li Ablatxonni ig'ir oyoq ayoli Oyimxonni uyida qoldirib, Rossiyada oliy maktabda o'qish uchun Maqsud Moiti, Jamal Mutiiylar bilan birga yo'lga chiqdi va Maqsud Moitining Moskvada o'qituvchilik qiladigan bir tonishining yordami bilan oliy maktabga o'qishga kirdi. 1926 yili 6 oyda maktabni bitirib Turpanga qaytib keldi. Davomi bor.